27 fevral kuni Toshkent davlat tibbiyot universitetida bolalar saratoniga qarshi kurash masalalariga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi hamda Sent Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi vakillari ham ishtirok etdi. Kecha Sent Jude bolalar tadqiqot shifoxonasi hamda O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi o'rtasida kelgusi yillardagi hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini belgilovchi memorandum imzolandi. Bu vazirlik bilan tuzilgan ikkinchi memorandum bo'lib, tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, mutaxassislar malakasini yuksaltirish hamda sog'liqni saqlash sohasidagi qo'shma tashabbuslarni kengaytirishga qaratilgan. So'nggi yillarda bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi yo'nalishida muhim islohotlar amalga oshirildi. Davlat rahbari tashabbusi bilan bolalar gematologiyasi va onkologiyasi alohida tizim sifatida shakllantirildi. 2024-yil 21-maydagi prezident qaroriga muvofiq ixtisoslashtirilgan yordam takomillashtirilib, referens laboratoriyasi ishga tushirildi. Yuqori dozali kimyoterapiya va zamonaviy diagnostika usullari joriy etildi. Yevropa klinik protokollari asosida davolash yo'lga qo'yildi. Hozirda respublika markazi va hududiy shifoxonalarda 180 o'rinli ixtisoslashtirilgan xizmat faoliyat yuritmoqda. Markaz quvvat 200 o'ringa yetkazilib, onkojarrohlik bo'limi tashkil etildi. 112 o'rinli mehmon uyi va kunduzgi statsionar ham ish boshladi. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi va prezident rahbarligida yaqindan hamkorlik qilmoqdamiz. Shu doirada bolalar saratoniga qarshi global tashabbusni amalga oshirib, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti standartlarini joriy etmoqdamiz. Maqsadimiz shifokorlar va hamshiralarni o'qitish, ularning salohiyatini oshirish va bolalarga dori-darmonlarni yetib borishni ta'minlash. Hukumat va onkologiya markazlari bilan hamkorlikda palliativ yordam va davolanish jarayoni qo'llab-quvvatlanmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Sent Jude bilan hamkorlikdan mamnunmiz va zarurat bo'lganda boshqa xalqaro ekspertlarni ham jalb qilamiz. 2024-yilda mamlakat global platformaga qo'shilib 14 hududdagi muassasalar va 2000 nafar bolani zamonaviy kimyoterapiyalar bilan ta'minlashni yo'lga qo'ydi. Xalqaro hamkorlik doirasida Vena tibbiyot universiteti va Avliyo Anna klinikasi bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Mehrli maktab loyihasi hamda Taskin bolalar onkologik hospisi orqali ta'lim va palliativ yordam tizimi rivojlantirilmoqda. Memorandum esa o'zaro uzoq muddatli hamkorlikni mustahkamladi.